Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan biriktirilgan mas'ul xodimi Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bo'lib, bu yerda yoqilg'i energiya resurslaridan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish hamda noqonuniy foydalanishning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Ushbu tashrif O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 1-apreldagi PK 133-sonli yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishning oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida tashkil etildi. Yig'ilish davomida tumandagi yirik iste'molchilar, mahallalar hamda infratuzilma obyektlarining energiya tarmoqlari bilan ta'minlanishi, mavjud holati, texnik imkoniyatlari va samaradorlik darajasi atroflicha o'rganib chiqildi. Mutasaddilar tomonidan joylarda yoqilg'i energetika tizimlaridan oqilona foydalanish, isrofga yo'l qo'ymaslik, energiya hisobini yuritishdagi muammolar va ularning yechimiga doir takliflar bildirildi. Yig'ilish yakunida mas'ul idoralarga aniqlangan kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etish, energiya samaradorligini oshirish borasida yangi loyihalarni ishlab chiqish va ularning amaliyotga joriy etilishini ta'minlash yuzasidan aniq chora-tadbirlar belgilab berildi.